Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Sotlaydigan avtomobil, yuk avtomobil, agregat texnika traktorlaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Biz texnika agregatlaringizni YouTube'ga hamda ijtimoiy tarmoqlarga reklama qilib beramiz. Mana endi birinchi sotiladigan texnikalar bilan tanishsak, biz sotiladigan texnikalar. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan MT-80 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning ishlab chiqarilgan yili 1987-yil ishlab chiqarilgan. Traktorimizning zadimoz korobkalarida shovqini yo'q, motor 1 gram yog' yemaydi. Bir kalitda zavodit bo'ladi. Olasiz, ishlatasiz. Texnikamizning manzili Surxondaryo viloyatida. Bu texnikamizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 55 million so'm. Men ham kelishiladigan joyi bor, kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlari bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Yili 87-yil. Motor gizza porshin bosilgan, galopga yangi qo'yilgan. Motor moy yemaydi, akkumulyator yangi qo'yilgan. Balonlar holati shu. 60-70% bor. Insha rasportlari yangi. Tashamaydi. Elektromobil qilingan. Pоворot nimalar ishlaydi hammasi. Salon qismlar shu holatda. Pоворot, elektromobil hammasi ishlaydi. Bizning navbatdagi sotiladigan agregatimiz Buxoro viloyatidan bo'ladi. Bu agregatimizning markasi Silka Case 1200 agregat hisoblanadi. Bu agregatning ishlab chiqarilgan yili 2007-yil ishlab chiqarilgan. Bu agregatning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda. Bu agregatimiz paxta, mosh, makka, semechka donlarini ekadi. Bu agregatni olasiz va olib borasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 200 million so'm. Yana ham kelishiladigan joyi bor, kelsinlar, agregatni ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu agregatga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Хорошая карта. Bizning navbatdagi sotiladigan agregatimiz Samarqand viloyati Tayloq tumanidan bo'ladi. Bu agregatimizning ishlab chiqarilgan yili 2025-yil ishlab chiqarilgan. Loviya niqotlarini bemalol emin-erkin ekadi, ideal darajada. Bu agregatning holati yaxshi. Bu agregatni olib borish kerak va ishlatish kerak. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $2000. Yana ham kelishiladigan joyi bor, kelsinlar, agregatni ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu agregatga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin.
Mana silka sotiladi. Bu silkamiz lubiya, naxit, makkaga eka oladi. Zavodskoy silka. Buni ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, buni o'zining legirovkalari bor. Buni men ko'rsatib o'taman. Buni ana legirovka qilib, maqsadi legirovka kam ko'p legirovka bo'laveradi. Mana. Bundan legirovkalari bor. Zavodskoy narsa. Va buni to'g'ri sepadigan apparat ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Ichini ham ko'rsatib o'taman. Mana bedan legirovkalari bor. Bedan ham legirovka kam ko'p legirovkalar bedan ham bor. Legirovkalari bor. Markavorlari ham bor, markavorlari. Va bu balondan harakat oladi. Balondan harakat oladi mana. Oldingi kurashlari. To'g'ri bergichsiz ham balondan harakat oladi bitta o'qdan. Silkamning umumiy holati.